og'ir yuk ko'tarish qimmatga tushyaptimi? Sizlar uchun Happing brendiga tegishli bo'lgan 500 kilogacha qo'rqmasdan yuk ko'taradigan muraveylarimiz haqida bugun obzorcha bo'ladi. Eng kerakli bo'lgan afzallik taraflari sizlarni himoya qiladi. Bilishchan ulab olib, ichiga kelsak, bizda har bitta mahsulot eng sifat uchun e'tibor berilgan. Chilvi brendiga tegishli bo'lgan 45 likdan 4 ta akkumulyator turibdi. 4 ta. Nega do'stlar? Chunki bu original Chilvi brend bo'lganligi uchun minimum 60 km yura oladi. Yurish masofasi. Tezligi 60 gacha chiqadi, qo'rqmasdan. Va bunga qo'shimcha bo'lgan 1000 lik miya va 850 lik motor turibdi. Bizani zavoddan tanlagan yaxshi narsamiz, ya'ni yutug'imiz sport uchun chiqariladigan Moravey skuterlarni zavodidan ishlatilingan. Shuning uchun motori ancha kuchli, miyalari javob beradi maksimal darajasigacha bemalol. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berdi. Nima deysizlar? Nima deyapti? Bosamiz, kutamiz sizlarni qo'ng'iroqinglarni. Pastga direktga tushib, xohlagancha ma'lumot qoldirasizlar.